To'polonchi yigit emasmi? Bu eng to'polonchi jangchilar to'qnashuvi. Kalzumda emas, u oilaparvar, odobli yigit. Hammaga hurmat ko'rsatadigan yigit. UFC unga nimadir berish kerak edi va 126 jangida markaziy jangda berdi. Bruce Buffer u yog'iga davom ettiradi. The evening, sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, Chairman Dallas Hahn, Executive Director Jeff Mullen. Our three judges scoring this contest at Octagon side are Mike Bell, Derek Cleary, and Sal Diamato. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Mark Goddard. This championship bout is brought to you by Survivor. Light your torch and be there every Wednesday for Survivor 50 at 8 Eastern, 7 Central on CBS and streaming on Paramount Plus. And now, for those in attendance and UFC fans watching around the world, this is the moment you've all been waiting for. Live from the sold-out T-Mobile Arena in Las Vegas. It's time! 5 rounds for the undisputed BMF Championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, a Brazilian Jiu-Jitsu fighter, holding professional record, 36 wins, 11 losses, 1 no contest. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 156 pounds, fighting out of Sao Paulo, Brazil, presenting the former UFC lightweight champion, the challenger, Charles "The Bronx" Oliveira! And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist, holding professional record, 27 wins, 8 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 155 and 1.5 pounds. Fighting out of Waianae, Hawaii, presenting the former UFC featherweight champion and the reigning, defending, undisputed UFC BMF champion of the world, the pride of Hawaii, Max Bless Holloway. Bruce Buffer ish qilib sog' salomat bo'lsin. Usiz UFC'ni tasavvur qilib bo'lmaydi. Endi mana bu yigitlar kabi, lekin ular faoliyatini oxirgi qismini o'tkazishyapti. Ko'rib qoling, jonli efirda ko'rib qoling, Setantada. Max Holloway, Charles Oliveira afsonalar jangi. Nimadir bo'ladi, ishoning. Birinchi raund. Mark Goddard oktagondagi 3-inson start oldi. Main event boshlandi. Charles low kick bilan boshladi. Max hozircha jeblar yaxshigina ta'sirli chiqyapti. Charlesning oyoqda berayotgan zarbalari. Max ishga kirishdi. U rosterdagi eng yaxshi bokschilardan biri va qarshisida eng yaxshi jitsilardan biri umuman UFC tarixida. Yaqinlashishda ular ko'p cho'zish niyati yo'q va ketdi. Oliveiraning hujumi, yaxshigina zarbalari, birinchi takedown, Charles o'z hududiga tortyapti. Dengiz tubiga tortyapti. Max yomon ko'radi.
Parterni kurashni, unga stoyka qulayroq, lekin oson bo'lmaydi. Oliveyraning changalidan chiqib ketish, bo'g'ma ilondek yopishib olyapti, o'zi shunday deb ataladi ham. Bo'g'ishlar bo'yicha rekordchilardan biri. Sekin pozitsiyasini yaxshilab olyapti. Shoshmaydi Oliveyra, ko'ryapsiz, sekin asta yuqoriga intilyapti. Ammo Max qarang, oyoq harakatlari bilan uzoqlashtirdi Do Bronxni. Oliveyra yuqoridan tirsaklarni ishga soldi. Yarim side controlda. On tomonlama nazorat. Yuqoridan bosim. Qo'yib yubormayapti Oliveyra. Yana bo'yinga intilyapti, faqat boshqa uslubda. Max albatta buni kutgan, bunga tayyorlangan va Max kuchini namoyish etyapti. Osilib olyapti Oliveyra, qo'yib yuborish niyati yo'q. Bo'yinga birinchi marta qo'l soldi. Max tutildi, hozircha tutildi. Max bo'g'ish uslubiga tutildi. Oliveyra bosimni davom ettiryapti. Qo'lini bo'shatmoqchi Holloway, lekin oson bo'lmayapti. Jag qismiga bosim, bu Habib uslubidagi bo'g'ish. Jag qismiga bosim. Buni Chimayev ham Whittakerga qarshi qo'llagan va jag'ini sindirgan edi, lekin Holloway bermayapti. Oliveyra shu pozitsiyani ushlaydi. Shu pozitsiyadan unga hujum qilish qulayroq. U o'z hududida, aytib o'tganimdek, eng xohlamagan pozitsiyasiga tushib qoldi. Holloway sabr qilyapti, bardosh beryapti. Bor kuchini ishga solmayapti shekilli Oliveyra. Fight qo'ylayapti. Max bitta xato qilsa chuqurroq kiradi mana shu chap qo'l. Yo'q, bermayapti Holloway, yaxshi tayyorlanibdi. Mana shu o'ng qo'li bilan bo'ynini yopib turibdi. Va barmoqlar biz ko'rib turibmiz. Do Bronx zarbalar berishni boshladi. San Paulolik jangchi. O'ng qo'l bo'yindan ketmayapti, lekin chap qo'lidan yaxshilab qulfni tortib olish uchun joy qidiryapti Oliveyra, lekin Max Holloway bermadi. O'sha qafas yonida bo'g'ib qo'yishga bermadi. Mana bu pozitsiya ham yaxshi emas uning uchun. Chunki oyoqlarni qarang. Charles to'liq nazorat qilyapti Maxning tanasini. Oyoqlar bilan qurshab olgan. Gard yopilgan, chiqib ketishning iloji yo'q. Max shunchaki himoyalanadi, boshqa iloji yo'q. Charles shu raundni o'zida hal qilishga intiladi, negaki har bitta raund stoykada boshlanadi. Max shuni kutyapti. Chidab berib, keyingi raundda stoykada o'z ishini qilmoqchi. Ammo lekin oson bo'lmaydi. Tortdi Oliveyra, yana jag'iga bosim. Bu aynan jag'iga bosim. Chidayapti Max. Unisidan ham chiqib ketdi. Chidayapti. 30 sekund vaqtga qarab qo'yapti Holloway. Shu narsa uning uchun muhim. Tabassum qilib qo'yapti. Ko'zini ham futbolchimizga o'xshab, U17 darvozabonimizga o'xshab, Rustamjonovga o'xshab qosh qoqib qo'yapti. Ko'rgan shekilli o'sha Osiyo Kubogi finalini. Ajoyib. Parterda o'tgan jangni Max Holloway baribir muxlislarga yoqadigan qilib tugatib beryapti raundni. Qoyil, Max gap bo'lishi mumkin emas. U raundni yutqazdi do'stlar. U raundni yutqazdi, lekin muxlislar mehrini yana tortib ketdi o'ziga. Qanday qilib unga muxlislik qilmaslik mumkin, lekin Oliveyraga ham muxlislik qilamiz-da. Shu sababli neytrallik. Ikkalasi ham hurmatga loyiq. Birinchi raundni Charles Oliveyra olib ketdi nazorat evaziga. Lekin auditoriyani Max Holloway tortdi o'z tomoniga. Va bo'g'ishlardan chiqib ketdi. Bu ham bir ruhiy holatga ta'sir qiladi menimcha. Ya'ni Charles o'zining eng asosiy qurolini qulay pozitsiyada
gardni to'liq yopgan holda, vaziyatni to'liq nazorat qilgan holda ishga sola olmadi. Psixologiya. Ikkinchi raund qani nima bo'lar ekan? Qani Max Holloway yana parterga tushib qolmaslik uchun qanday chora qo'llar ekan? Mana jang bilan jangning farqi. Birinchi jangda ozgina parterga muxlislar norozilik bildirgandi. Bu yerda esa olqishlashyapti. Ketdi ikkinchi raund. Middle kick Hollowaydan seriya qisqa. Charles yirikroq ko'rinyapti. Yaxshi seriya Max. Sal kuch qo'shdi hujumlariga va yana kurashga tortyapti Oliveira. Baribir maqsadni bilyapmiz shu yerdan. U Max bilan hazillashish niyati yo'q. Steven Thompsonning fikricha birinchi raund to'liq Oliveiraning ustunligida o'tgan. Aaron Bronstead ham shu fikrda, biz ham boya shu fikrni aytgandik bo'ldi, chalg'imaymiz. Bu yerda og'ir ish ketyapti. Pozitsiya uchun kurash. Mana endi muxlislar e'tiroz bildirishyapti, chunki bu safar ular stoykada 1 daqiqa ham qolishmadi. Yana nimadir o'ylab topib Max ularning kayfiyatini ko'tarishga intilsa kerak. Oliveira ketdi yuqoriga qarab. Aytayapman, u bo'g'ma ilon, haqiqiy bo'g'ma ilon. Sekin sudralib o'yingacha yetib boradi va hamla qiladi. Raqibini yutib yuborishga intiladi. Mana bu o'yinga harakat. Lekin o'rtada Maxning o'ng qo'li bor. Shu holatda ham bo'g'ib qo'yishi mumkin, ammo lekin o'yinning narigi qismiga bosim qilib, bu Islom Maxachevning uslubi. Maxachev shunday uslubni agar shu pozitsiyaga chiqib olsa, Maxachev lekin bo'g'adi. Qo'yib yubormaydi. Hollowayning muxlislari jonlanishda tushunib turishibdi. Hozir unga dalda kerakligini mana qarang, ishlashini, u jiu-jitsu yana o'z hududida. Charles Oliveira jag'ni bosyapti. Kislorodni yopdi. Max chidayapti. Shunchaki chidab beryapti va bermadi bo'g'ishga. Tirsaklar bilan endi ishlayapti Oliveira. Hoppa, mana bu xavfli. Mana bu yerda Max yo'q, shunday. Mana bu belni to'liq topshirib qo'yayotdi. Bel topshirildimi, bo'l chiqib keta olmaydi-da. Uzila olmaydi. O'zi ham hammasini ko'rib turibdi, bilib turibdi. Lekin Charles Oliveira aniq reja bilan ishlayapti. 1, 2, 3 hammasi yozilgan uni daftarida. Yana bosim, yana jag'iga bosim, yana bo'g'ishga kirdi. Bu safar jiddiyroq shekilli. Bu safar Maxning burni ham yopiq. Umuman kislorod yo'q hozir. Sekin ko'karishni boshlagan joyda chiqib ketyapti Holloway. Bravo, Max kim bilan jang qilishini bilardi va shunga yarasha tayyorlangan. Albatta bunday bo'ladi deb o'ylamadi ko'pchilik. Jarayon biroz Max Holloway o'z o'yinini o'tkaza oladi deb o'yladi, biroq Charles bermayapti bunga. Umuman imkoniyat bermayapti. Ikkinchi raundni ham o'z hisobiga yozib qo'yishga yaqin turibdi. 1 daqiqa raund tugashiga. Oliveira o'zi ham ishonmay qo'ydi shekilli. Hollowayni bo'g'ish mumkinligiga. Zig'i bo'g'yapti ham, olyapti ham. Nuqta qo'yishga bermayapti, finishga bermayapti. Blessed Holloway yana o'sha sekundlar, yana oxirgi sekundlar. Goddardning turishini qarang.
diqqat bilan kuzatib, o'n 15 sekund o'yiga tirsak zarbalari baribir ta'sir qilgan. Maksning peshonasida yoriq paydo bo'ldi. Bu yerdan qon sizib chiqyapti. Hali jangni davom ettirishga to'sqinlik qiladigan darajadagi jarohat emas. Ikkinchi raund tugadi, xuddi birinchi raunddagidek, faqat bu yerda kurash ko'proq bo'ldi va bu raundni ham yutib ketyapti Charles do Bronx. Hozir raundlar bo'yicha 2-0 va oldinda yana 3 ta raund bor. Old school wrestling style. If not, you can do low hand position, block the wrist. Okay? Just make sure one protects while one defends. Faster on the feet. Let's just box for now. Okay? Head movement forward and whatnot. Be sure. You just put pounds. Holloway'da bitta narsa bor, u kechki raundlarda faollashadi. Holloway'da yana bitta narsa bor, u adrenalinni his qilganda qo'shadi. Shuning uchun comeback bo'lib qolishi mumkin. Lekin buning uchun kurashga tushmasligiga to'g'ri keladi. Oliveira biladi nima qilayotganini. Oliveira 2-0 hisobida oldinda borayotganini ham biladi va hozir riskka bormaydi. Uchinchi raund. Charles uncha charchamagandek ham ko'rinyapti. High kick Oliveiradan. Zarbalar almashinuvida Oliveira faol bo'ldi. Yana Oliveira zarba beryapti. Max hozircha boshlamadi ishini. Mana endi o'ng qo'l zarba Holloway'dan. Va ketdi yana kurashga intilish. Biz kutgandek 18 taxminlar bildirilyapti va bunga qo'shilish mumkin. 20-18 qo'shilish mumkin. Hozircha clinch, hozircha parter emas va Holloway'da chiqib ketish imkoniyati bor. Chael Sonnen ham sharhlayotgan ekan. Uslub ishlatishga Oliveira kirishdi va uslubni oxiriga yetkazdi. Yana bitta takedown yozib qo'yamiz uning hisobiga. Va boshlandi yana jarayon. Bo'g'ishga intilish. Yuqoridan bosim, yon tomonlama nazorat. Mana endi rostdan muxlislarga ma'qul kelmayapti bu narsa. Lekin men Oliveira noto'g'ri ish qilyapti deya olmayman. U g'alabaga intilyapti. O, tirsaklar bilan lekin yaxshigina ishlov beryapti. Gabaritlar ham rol o'ynayapti nazarimda. Charles tabiiy yengil vazn, Holloway esa bilasiz yarim yengildan ko'tariladi vaqti bilan. Bo'y basti Hollowayda. O'sha yarim yengil vaznga mos. Bu harakat uncha to'g'ri emas nazarimda. Charles Oliveira tahani bilan Maxning ko'ziga bosim qilyapti. To'g'ri emas nazarimda. Hop, yana beli atrofida oyoq bilan qulf yopishga berdi Max Holloway. Yana tirsak uchib keldi. Har raund shu bo'lar takror. Sug'ur raundlar bir xil ko'rinishda davom etyapti. Shu ssenariy, lekin mana yana shu ishni qilyapti, qarang. Goddard buni ko'rmayaptimi yoki bu narsa taqiqlanmaganmi? Dahan bilan ko'zga botirish.
Farqi shundaki, 3-raundni ham agar oxirgacha Oliveira shu tarzda o'tkazsa, bo'ldi. U yog'iga Maxda raundlar bo'yicha yutish imkoniyati qolmasligi mumkin. 3-0 dan keyin faqat finish qoladi unda. Faqat finishga imkon qoladi. To'g'ri, qolgan ikkita raundni mutlaq ustunlik qilsa, knockdownlar qilib, umuman raqibiga imkoniyat bermaysan, 18 hisobida hech bo'lmasa bittasini yutsa ham o'z tomoniga tortib ketishi mumkin. Mana kontrol vaqti 2:47 juda katta vaqt. 50 segundos. 50 segundos. Eslatma qilishyapti murabbiylar ancha qolganini bu raundda 40 sekundcha va oldingilaridan faqatgina bitta narsa bilan farq qilyapti. Bu raund Charles bu raundni bo'g'ishga intilmadi yoki erishmadi. Balki hozir mana burchakka oldi. Yelka bilan bosim qilib, ammo 10 sekund yetmaydi. 10 sekund yetmaydi. Buni o'zi ham tushunib turibdi. Bu raundda bo'g'a olmadi. Urina olmadi. Shuning uchun alofat yetkazishga harakat qildi Charles Oliveira. Hop, oldinda chempionlik raundlari. Mana o'sha boshida berilgan zarba tizza bilan kirib borgan edi. Maxga bu zarba ta'sir qildi. Bitta ko'zini yumib ochdi, ammo lekin muvozanatni yo'qotmadi. Yaxshigina uchirdi Oliveira. Raundlar bo'yicha 3-0 Charles oldinda. Taktik jihatdan ideal raundlar o'tdi. O'zi uchun ideal. Bu yerda B reja bo'lish kerak. Maxning jamoasi B reja. Tizimni buzib tashlash uchun. Hop, 4-raund. Ketdi start. Beldan past qismiga zarba. Referi aralashuvsiz o'zaro hal qilishdi bu masalani. Hammasi joyida, jang davom etadi. Qiyin emas. Oyoqqa hujum, Oliveira. Stoyka, zarbalar almashinuvi, Max yaxshi 1-2 o'tkazdi va masofani uzoqlashtirdi. Bu safar ko'proq, lekin baribir Oliveira tortyapti. Yana klinch, uzoq davom etmadi zarbalar almashinuvi va parterga yiqitmoqchi. Nima qilish mumkin? Bereja balki bo'lgandir, lekin bermayapti Du Bronx. Olaversa, hozir parterga ham tortdi baribir. Ha, do'stlar. Reja shunday ekan, Oliveira unga amal qilyapti. Stoykada xavfli bo'lgan raqibini umuman ilk holatda turishiga yo'l qo'ymayapti. Hop, bu yog'iga nima qiladi? Yana bo'g'ishga intiladimi yo bo'lmasa boshqa variantlar qo'llaydimi? O'sha tirsak yuqoridan ground and pound. Ro'qa ground and pound ishlatmadi deyarli.
Shuning uchun aytgandimda anonslarda shu jang haqidagi ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarimda Oliveira BMF nomiga unchalik mos emas. BMF da qanaqa? Natijaga uncha qaramaydigan, mutlaq risk qiladigan, janjalkash, teshtokerlar BMF ga jang qiladi. Beri boshqa daraja umuman. Boshqa toifa deylik, yo daraja-ku Maxda olishmaydi. Boshqa toifa. Shu so'z mosroq. Yana tirsaklar ishga tushdi. Rostdan bir xil raundlar edi. Har raundda sayt bor, har raundda birinchi ortdan bosim, keyin mana bunday o'girib olib, bunaqasiga bo'g'ishga harakat qilyapti. Kimuraga ham olishga urinib ko'rdi. Burchakka ham olishga. Asosiy harakat rearni ko'p naked ko'p tortyapti. Umuman birortasi ish bermayapti, chunki Max Holloway shu narsani ishlabdi. Umumiy jang davomida 15 daqiqa nazorat qildi Oliveira Max Hollowayni. Balki Mark Goddard aralashi. Endi u ham aralasha olmaydi, chunki Charles Oliveiraga nisbatan bu noto'g'ri qaror bo'ladi. Charles aynan parterda jang qilishni xohlayapti va bu yerda zarbalar berib turibdi, aktivlik ko'rsatyapti. Qoida bo'yicha referi aralasha olmaydi. Bo'g'ish uchun imkoniyatlar qidiryapti. Oyoq, qo'l ishlab turibdi. Ona u yerda Joe Rogan bilan John Anik ham bizga o'xshab jarayonni tahlil qilishmoqda. Biz ko'prog'ini kutgandik. Endi g'alaba uchun hamma chorani qilyapti Charles Oliveira. Max hozircha bunga qarshi kontr reja o'ylab topolmaydi. Jamoasi yordam bera olmayapti. 4-0 raundlar bo'yicha. Bu aniq. Shu narsa aniq. Hozir tugasa jang Charles Oliveira BMF chempioniga aylanadi. Rosterdagi eng odobli yigit, eng janjalkashlar kamarini olib ketsa, qilay bo'ladi. Shuning uchun bu ramziy kamar. Ramziy kamar. Ana masalan, Islam Makhachev aytdi, agar menga taklif qilishsa ham bu kamar uchun chiqmayman. Nomini o'zi yoqmaydi menga degandi. Maxga qon kerak-da, u qon isini his etsagina boshqa olamga o'tib ketadi va u ketidan raqibini tortadi. Oxirgi raund, balki shu yerda yondirib berishar. Yaqin masofa, yaxshi boks Oliveiradan. Lekin baribir intilda uslub bilan yiqitishga Max chiqib ketadimi? Chiqib ketishi mumkin va u yuqoridan nazoratga o'tyapti. Uni Oliveira atayin qilgan bo'lishi ham mumkin. Chunki biladi, hattoki mana bunday pozitsiyada ham parterda u Maxdan ko'ra xavfliroq. Shuning uchun Hollowayning bu yerdagi maqsadi Oliveira nazorat qilish emas, balki chiqib ketish. Undan qutulib chiqib ketish. Lekin qutula olmaydi. Ko'ryapsiz, Oliveira yana sudralib chiqyapti yuqoriga. Max hozir oyog'ini bo'shatib olsa, hech bo'lmasa o'rnidan turib ketardi. Oyoq
tortildi. Bo'ldi. Bu pozitsiyadan faqat zarbalar berishi mumkin Holloway, biroq finish qilish qiyin. Finish amplituda yetishmaydi, masofa yetishmaydi. Charlesni mana bu holatda urib taslim qilish imkoni yo'qdek. Faqat bitta yo'li bor Hollowayda, o'rnidan turish. Shunga yo'l qo'ymaslik uchun oyog'iga yopishib oldi Oliveira. Oyog'i bilan ham nazorat qilyapti, qo'li bilan ham nazorat qilyapti. Mana balki hozir Max deyarli qochmoqchi. Max xuddi baribir tutildi, bo'ldi endi. Endi qiyin. O'rnidan turib ketish uchun hozir Max bor kuchini sarflashi kerak. Shunda ham kuchi yetmasligi mumkin. Oldingi safarlardan farqi shuki, Max hech bo'lmasa oyog'ini Charlesning beli atrofida o'rab olgan va yaqinlashishiga juda bir yo'l qo'ymaydi bu holatda. Lekin boshida birinchi raundning o'zida sizga aytgandim, Max Parterni juda yomon ko'radi. Hozir saroyda o'tirgan Arman Sarukanni bir ko'rsatib qo'yishsa bo'lardi. UFC'ga yoqmay qoldi, lekin aslida bu vazn toifasida asosiy da'vogar aynan u. Masalan, Oliveira bilan Parterda tengma-teng jang qila oladigan aynan Sarukan. Lekin bitta narsaga qoyil qoldim. Max Holloway birinchi va ikkinchi raundlarda Oliveiraning changalida bo'g'ib qo'yishiga yo'l qo'ymadi. Oliveira odatda chiqarmaydi. O'yinni oldimi chiqarmaydi. Max o'zini bo'g'ishga bermadi. Mana shu narsa uning bir kichik yutug'i deylik bu jangda. Bir daqiqa 5 raund bir xil jarayon. Afsuski Max Hollowayga o'sha 10 sekund qolganda ko'rsatkich barmog'ini oktagonga qaratib kel ochiq jang qilamiz degan taklifni ham bildirishiga sharoit yo'q. Oliveira bunga ko'nmaydi. Cho'ntagidagi g'alabani qo'ldan chiqarmaydi. Oyili Max tik turishga erishdi. Gapiryapti nimalarnidir, 10 sekund jang qilaylik deyapti. Mana o'sha 10 sekund aylanib oldi Max. Ketdi. Ketdi mana o'sha so'nggi sekundlar va hech bo'lmasa bitta zarba berishga ulgurdi Max. Hech bo'lmasa bitta zarba berishga ulgurdi Max. Hech bo'lmasa muxlislar uchun ular 10 sekund emas, 5 sekund jangga kirishdi. To'liq parterda kechgan jarayon. Charles do Bronx Oliveira BMF chempionligini qo'lga kiritadi hozir. Qayerga ketyapti? Oilasi yoniga shekilli. Bugun birinchi marta u butun oilasini olib kelgan, barchani ota-onasi va o'z farzandlari, mana Merab Dvalishvili shu yerda, Arman o'tiribdi. Xullas o'sha 5 sekundni ko'rsak yetadi. Bu boshi, bu jangning boshi. Oxirini ko'rsataylik. Mayli takedownni ham ko'rib qo'yaveramiz. Bu
Sizga barcha raundlardagi highlightlar namoyish etilyapti. Ha. Qisaklar bo'ldi yaxshigina. Bosh o'sha peshona yorilgan vaziyat va mana o'sha oxirgi sekundlar. Bo'ldi. Charles Du Bronx Max Holloway'ni ochkolar bo'yicha yutishga yaqin, rasmiy natijani kutgan